Menga to'liq ismingizni ayta olasizmi? Ha. Siz qayerdansiz? Men uyimdanman. Shekoline metrosi orqali borsa bo'ladi. Mayli. Keling, xarid qilish haqida gaplashaylik. Siz qanchalik tez-tez shopping qilasiz? Ha. Sizning yoqtirgan shoppingiz qayer? Photoshop. Kelajakka maqsadingiz nima? Men doktor bo'lishni xohlayman. Xayriyat, ilk normal javob. Qanday doktor bo'lmoqchisiz? Boy doktor bo'laman. Mayli, sevimli hobbingiz haqida gaplashaylik. Bo'sh vaqtingizni nima qilishni yoqtirasiz? Men uxlayman. Uxlamagan paytlaringizda nima qilasiz? Men uyg'oq bo'laman. Bekorchi vaqtlaringizda nima qilasiz? Men basketbol o'ynashni yoqtiraman. Siz yana nima qilishni yoqtirasiz? Men o'zim bilan o'ynashni yoqtiraman. Men o'zim bilan o'ynashni yoqtiraman.